Anlayatqanыңlar Azad Şərq Türkistan radiosu xəbərləri. Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Aldı bilan bir ayga yaqin vaqtdan buyan salomatlik sababidan sizlar bilan vaqtida uchrashamag'anligimiz uchun chin ko'nglimdan sizlardan afo so'rayman. Bugungi haftalik alayda programmamizni Tayland turmusida 11 yildan buyon qamalib yotgan, yaqinda o'lim jazosiga hukm qilingan ikki Uyg'ur Bilal Muhammad va Yusuf Miraliga bag'ishlaymiz. 2026-yili safarning 11-kuni Tayland sudi 2015-yili Bangkokdagi Iravan ibodatxonasi portlash voqeasiga chetishlik deb qaralgan bu ikki Uyg'urga o'lim jazosi hukm qildi. Bu xabar butun Uyg'ur jamiyatida cho'nqur azob va andisha qo'zg'adi. Bugungi programmamizda oldi bilan bu deloning qisqacha orqa ko'rinishini tanishtiramiz. Ondan men 2016-yili bahorning 17-kuni Bangkokdagi harbiy sudga shaxsan qatnashgan bir jurnalist bo'lish sifatim bilan o'z ko'zim bilan ko'rganlarimni, Bilal va Yusuf bilan bo'lgan uchrashishimni eslab o'taman. Uningdan keyin bu dialoga 10 yildan buyon yaqindan ko'ngil bo'lib kelgan, sotda ularga tarjimonlik qilgan Uyg'ur aktiv faoliyatchisi Baxtiyor Bo'ribek bilan bo'lgan suhbatimizni anglaysizlar. 2026-yili safarning 11-kuni Tayland sudi 2015-yili Bangkokdagi Iravan ibodatxonasida yuz bergan portlash voqeasiga chetishlik deb qaralgan Bilal Muhammad va Yusuf Miraliga o'lim jazosi hukm qildi. 2015-yili 18-Tomuzda yuz bergan bu portlashda 20 odam qazo qilgan. 120 dan ortiq odam yaralangan bo'lib, bu Tayland tarixidagi eng og'ir hujumlarning biri deb qaraldi. Sud hujjatlariga asoslanganda ikki gumondor voqeaga chetishlik deb qaralgan. Ammo ular izchil holda o'zlarining gunohsiz ekanligini bildirib kelgan. Advokatlari bo'lsa, delodagi nurg'un savollarga texicha javob tepilmaganligini, yuqori sudga arz sundiganligini e'lon qildi. Shu kuni Xitoy tashqi ishlar ministrligining zuvandori bo'lgan Lijen Tayland sudining hukmini qo'llaydiganligini bildirdi. Ammo bu bayonot uzun yillardan buyon bu dialoga ko'ngil bo'lib kelgan nurg'un Uyg'urlarning noroziligini qo'zg'adi. Hurmatli radio anglag'uchilar, endi men sizlarni bundan 10 yil burungi Bangkokga ilib bormoqchiman. 2016-yili 17-bahor. Men shu vaqtda Gollandiyadan kelgan mustaqil jurnalist salohiyatida Taylandga berib, bu sudga qatnashish qaroriga keldim. Sud echilishdan bir kun burun Bilal Muhammadning advokati bilan uzun suhbatlashdim. U menga men Bilalning gunohsizligiga ishonaman. Shunga bu yo'lni qabul qildim. Bir gunohsiz insonni qutqizish umidida bu yo'lga kirdim dedi. Ammo u yana shunday dedi. Bu dialoga kirgandan keyin orqasida ko'rinmaydigan kuchlarning borligini barg'ansiri sezdim. Har qatim bir ilgirlash bo'lsa, bir narsa to'sqinlik qilayotgandek his qilaman. Lekin haqiqatdan voz kechmayman. Atsi saharda biz birlikda Bangkokdagi harbiy sudga bordik. Sud binosiga kirgan aman bir soqchi menga gumon bilan qarab, "Sen kim? Nereden keldin? Bu terroristlarni tunumsan, ular bilan qanday munosabating bor?" deb so'rashga boshladi. Men temkinlik bilan savollarga javob berdim. Biroq u meni yana gumonliq deb qaradi. Shu vaqtda Bilalning advokati o'rnidan turib, "Bundaq og'ir ayblashlarni pakitsiz deyolmaysiz. U Gollandiyadan kelgan bir jurnalist" deb javob berdi. Sud boshlandi. 4 turma saqchisining hamrohligida Bilal bilan Yusuf sudga kirildi. Turma hayoti ularning chiroyiga og'ir izlarni qoldirgan edi. Birinchi sudda ular turmadagi sharoit, saqchilarning muomalasi va salomatlik masalalarini bayon qildi. Aramdan keyin men qayta sudga kirmoqchi bo'lganda, yiliqi saqchi meni to'sib, "Sen bu sudga kirolmaysan" deb sirtqa chiqaribdi. Men chorasiz sud binosining o'ylisida o'ltirdim. Aradan 10 minutcha o'tgandan keyin bir sud xodimi sirtqa chiqib meni qayta chaqirdi. Sudxonaga qayta kirganimda
Hammaylar menga qarab o'tiradi. Bosh sotchi menga qarab, "Bu ochiq sud. Senmi bu sotning guvohchisi bo'lish huquqiga ega" dedi. Keyin advokatlardan anglashimcha, bosh sotchi mening nima uchun chiqarib o'tilganligimni so'raganda, saqchi meni gumonliq deb qaraganligini aytgan ekan. Bosh sotchi bo'lsa, tekshirib ko'rgandan keyin ishning ostini bilib, meni qayta kirgizishni buyurgan ekan. Sud oxirlashgandan keyin bosh sotchi menga Bilal va Yusuf bilan 5 minut ko'rishish ruxsati berdi. Bu 5 minutni hayotim bo'yi unutolmayman. Men ularning yiniga berib o'tirdim. Nima deyishimni bilolmay qoldim. Ko'zlarimga yosh keldi. Oxiri sizlar uchun hech nima qila olmadik. Kechiringlar deyadim. Ular bo'lsa, "Yo'q aka, undaq dema. Bu sizlarning qo'linglardan keladigan ish emas" dedi. Men yana ularga bevosita bir savol so'radim. "Rostini aytinglar, bu ishni sizlar qilganmi?" İkisi birla vaqtda beshini chayqadi. Yusuf, "Portlash yuz berganda men hatto Tailandda emas edim. 2 kun keyin kirgan edim" dedi. Bilal bo'lsa, "Aka, bu ishni qilganlar boshqa davlatlarda yashayotdi. Dardini biz tortyapmiz" dedi. Men oxirida "Sizlar uchun nima qila olamiz" deb so'radim. Ularning javobi nihoyat oddiy edi. "Biz uchun duo qilinglar. Bizni unutib qolmanglar." Sud mahkamasining sovuq tomlari orasidan ayrilib chiqqan shu kuni Bilal bilan Yusufning menga qoldirgan eng oxirgi so'zi hozirgacha qulog'imda jaranglaydi. "Aka, bizni unutib qolmanglar." O chaqda men bu so'zlarning 10 yildan keyinmi yuragimni bundaq og'ir og'ritadiganligini bilmaydim. 10 yil o'tibdi. Biroq vaqt adolatni elib kelmabdi. Aksicha, bugun Tayland sudi bu ikki Uyg'urga o'lim jazosi hukm qilibdi. Bu xabarni anglagan vaqtimda ko'z oldimga yana shu ko'rinish keldi. 4 turma saqchisining orasida sud zaliga kirgan, yuzida charchash bo'lsa-mu, umidni yo'qotmagan ikki Uyg'ur yigiti. Men ularga "Sizlar uchun nima qila olamiz" deb so'ragan edim. Ular bo'lsa, "Biz uchun duo qilinglar. Bizni unutib qolmanglar" degan edi. Bugun men shu va'dani aslayman. Bilal, Yusuf, biz sizlarni unutib qolmadik. Unutib qolmaymiz. Chunki bu faqat ikki kishining delosi emas. Bu zulmdan qochib chiqqan bir xalqning qismatidir. Bu siyosiy manfaatlar bilan adolat to'qnashganda kimning qurbonligi aylanganligini ko'rsatadigan bir insoniy fojiadir. Agar bu ikki Uyg'ur haqiqatan gunohsiz bo'lsa, ularning hayotining oxirlashishi faqat ikki jonning yo'qolishiga emas, balki adolatning mag'lub bo'lishidir. Shunga bugun biz faqat qayg'umizni ifodalab qolmaymiz. Biz chaqiriq qilamiz. Dunyoning har yerdagi Uyg'ur tashkilotlariga, kishilik huquq organlariga, advokatlarga, jurnalistlarga, qonuniy qimmat qarashini yo'qotmagan hukumatlarga va vijdoni bor bo'lgan barliq insonlarga chaqiriq qilamiz. Bu ikki Uyg'urning ovoziga ovoz qo'shinglar. O'lim jazosining ijro qilinishini to'xtatish uchun harakatga o'tinglar. Adolatning ishiga butunlay yepilib ketmasdan burun qo'linglardan kelganini qilinglar. Chunki ba'zida bir insonni qutqizish butkul insoniyatning vijdonini qutqizish bilan barobardir. Hurmatli radio anglovchilar, biz yuqorida 2015-yili Bangkokdagi Iravan ibodatxonasi portlash voqeasiga chetishlik deb ayblangan ikki Uyg'ur Bilal Muhammad va Yusuf Miralining 10 yillik sud jarayonidan keyin Tayland sudi tarafidan o'lim jazosiga hukm qilinganligi haqidagi xabar va shu davrdagi aslimlarimizni anglatdik. Bu delo 10 yildan buyon Uyg'ur jamoati va kishilik huquq sohasidagi nurg'un kishilarning diqqatini tortib keldi. Bulubmu sud jarayonining odillikligi, dalil isbotlarning ishonchlikligi va gumondorlarning qonuniy huquqlarining qo'g'dilishi masalasi haqida izchil savollar mavjud bo'lib keldi. Bugun biz bu masalalar haqida texmo cho'nqur tushunchaga erishish uchun uzun yillardan buyon mazkur deloga yaqindan ko'ngil bo'lib kelgan
bir qancha qatim Taylandga berib, sud jarayoniga qatnashgan. Gumondorlar bilan bevosita uchrashib, ularga tarjimonlik va yordam ishlarini qilgan Uyg'ur faoliyatchisi Baxtiyor Bo'ribegni programmamizga taklif qildik. Baxtiyor Beg Avstraliyada yashaydigan Uyg'ur aktiv faoliyatchisi bo'lib, u yillardan buyon xalqaro sahnlarda Uyg'ur kishilik huquq masalalarini anglatish, musofir Uyg'urlarga yordam qilish va Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarning ahvoliga diqqat qo'zg'atish ishlari bilan shug'ullanib kelmoqda. Bulubmu Bilal Muhammad va Yusuf Miralining delosida u eng yaqindan qatnashgan va ahvolni eng yaxshi biladigan kishilarning biri. Endi diqqatinglar Baxtiyor Bo'ribeg bilan bo'lgan suhbatimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Baxtiyor Beg. Oldi bilan bizga vaqt ayirib programmamizga qatnashganligingiz uchun sizga radio anglovchilarimiz va radiomiz nomidan tashakkurimizni bildiramiz. Xush keldingiz Baxtiyor Beg. Hoş bulduk. Siz arqılıq ve radyodaki barlıq xadimlarga şuna bilan birga radio arqılıq radio bizni anlıqçı barlıq vatandaşlarımızga salam yollaymiz. Hamınlar hoş vaqt bo'linglar. Baxtiyor Beg, siz uzun yillardan buyon Taylandda tutib turilayotgan Uyg'ur musofirlarining ahvoliga yaqindan ko'ngil bo'lib kelgan. Bulubmu Bangkok portlash delosi bilan ayblangan Bilal Muhammad va Yusuf Miralining delosini kuzatish, ularga tarjimonlik qilish va xalqaro jamiyatning diqqatini bu deloga jalb qilish yo'lida ko'p emgak singdirgan kishilarning birisiz. Undaqda oldi bilan siz o'zingizni qisqacha tunishtirish bilan birga Bilal Muhammad va Yusuf Miralining delosiga qachon, qanday sabab bilan aralashib qolganligingiz va bu jarayonda ko'rgan bilganlaringiz, his qilgan kechirmishlaringizni qisqacha eslab o'tsangiz. Rahmat. Mening ismim Baxtiyor Bo'ri. Men G'uljida tug'ilib, o'sha yerda cho'ng'igan. Keyin 88-yili Avstraliyaga oila va ixtisos xodim programmasi bo'yicha oilam bilan kelgan. Shundan tortib hozirgacha Avstraliyada yashayman. Mana 38 yillik musofirlik basbosh. Meniki Tayland safarim, tunji qitimliq Tayland safarim 15-yili 3-aprelda bo'lib, o vaqtda men o'zim shaxsiy o'zimning nomim bilan, oilamning nomi bilan shu yerdagi Xitoy hokimiyatiningki vatanimizga zulmidan qutulish, erkin dunyoda o'zining hurligini tepish uchun boshqa bir davlatlarga chiqish safarida bu Taylandda tutilib qolgan qarindoshlarimizning borligini anglab, shu yerga tunji qitim o'z iqtisodim bilan, o'zimning yordamim bilan berib, shu yerdagi 7 turmaning hammani ziyorat qilib, qo'limizdan kelgan yordamlarni shu vaqtda qilgan bo'ldik. Shuna bilan birga bevosita yuz ko'rishdik va ba'zi turmadagilar bilan vositliq televizor orqali, video orqali ko'rishgan bo'ldik. Endi bu rasmiy, endi bu nimaga kelsak, 2018-yili bizning Dunyo Uyg'ur qurultayiningki sobiq raisi va Dolqin Ayso apandim va Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq muavin raisi marhum mening do'stim, vatandoshimiz birga xizmat qilgan, u radioning muxbir edi. Men atalmish Shinjang gazetasining muxbir edim. Ikkimiz shu vaqtda vatanda tanishib, vatanning hurligi, xalqimizning ozodligi haqida shu yerda paranglashib, shunday bir aqida tutgan bir og'inimiz edi. Alloh rahmat qilsin, yotgan yerini jannat qilgan bo'lsin. Shu raislarimizningki taklif bilan Taylandda tutib turilayotgan shu vaqtdagi barliq musofirlarimizni va bo'libmi bu ikki bomba gumondorninki ishida alohida bir shayga berib, shularning tarjimoni va shularning vakili bo'lishdan iborat bir vazifasini yoki iltimos taklifini berdi va shuni qabul qilish bilan Dunyo huquqining iltimosi bilan 2018-yildan boshlab ta 2025-yili 2-oyning 13-kunigacha men 7-8 qitim Tayland safarida bo'ldim va 6-7 qitim shu Bilal Muhammad va Yusuf Mirali qarindishimizningki sotiga
qatnashga muyassar bo'ldim, ham ularning yanada bilib bo'lishga yanada bilib bo'ldim. Rahmat sizga. Baxtiyor Bey, siz bu deloga 10 yildan buyon ergishib kelgan biri bo'lishingiz bilan bu hukm siz uchun kutilgan bir natijamidi yoki kutilmagan bir qaror bo'ldimi? Ya'ni Xitoyning undaq inkos qaytirishi ajablanarli emas. Chunki sotning bu hukmining orqasida Xitoy bo'lishi tamoman mumkin. Men shuni deb qarayman. Minglagan Uyg'urlarga o'xshash bu ikki Uyg'ur Xitoyning zulmidan qochib Taylandga kelgan. Xitoy ularning ig'ir jazolanishidan albatta xush bo'ladi. Xalqarada Uyg'urlarni terrorlik bilan davomli ayblaydi. Aslidagi maqsadmi bu dramaninki ssenariysining yozilishimi, ya'ni asli shuni maqsad qilgan edi albatta. Shu o'yinga oxirgi bular erishgandek qildi. Ammo Tayland sotining tuzuk isbotlar bo'lmagan. Chunki jami 93 qitim sot bo'ldi. 93 qitimlik sotda 456 qarlag'uchi. İçinde ularning 200 yil e'tirof qilingan yoki nimasi bor azroq sotda qo'yilsa bo'ladi degan bir nimani qilgan, ammo uning ichidan 70 netisi sotga ko'rilib chiqdi. Ammo 70 netisidan sotga ko'rilib chiqqan 70 netisiningki 80% qaralash nimasi umuman sot tarafidan e'tirof qilinmagan. Ya'ni bularningki axlıqçı advokatlarının aytishicha Tayland hükümetininki Tayland hükümeti emas, Tay sotininki bu hükümni chiqarishi tamamen asossiz, o'rinsiz, hech qanday dalil isbotlarga tayanmagan. Fakat bir aylık vaktimiz var yani hazırda. Apel qildi bununla qaytadan. Yani şu bir ay içinde yani qandaq neticeler buludu. Ama bunun için elbette mana sizga o'xshash mushtaq radiolarimizningki, boshqa tashviqot o'rinlarimizningki, kishilik huquq, har xil tashkilotlarimizningki, davlatlarningki adolatni texchili yaxlab kelayotgan hokimiyatlari va davlatlarningki bu ishga jiddiy arilish orqali buni qutuldirib, yani bu hukmni atkaz qilish fursatimiz bor. İnşallah biz umid bilan yashaymiz. Meningcha bu haq yana asli qaytib deb umidim bor. Baxtiyor Bey, sizmi deb o'tdingiz, paketlar to'liq emas, ya'ni nurg'un paketlarni sot qabul qilmagan deb. Ya'ni sot shuncha ko'p paketni og'dirib etgan turuqliq, yana nima uchun Bilal ve Yusuf'ga ölüm cezası hüküm kılındı. Sizningcha bu deloning orqasida Xitoyning bevosita yoki vositalik ta'siri bormidi? Biz bunu albatta kesib deyishimizga endi to'g'ri kelmaydi. Ammo lekin men boyam aytgandek bu tragediyalik sahna asarininki qurashtirilishi ana shundaq. Ya'ni 15-yili bu bomba portladı. 109 qarindishimizni vatanga qaytargandan keyin shundan ancha o'tmay bu bomba voqeasini hosil bo'lishi, shuning bilan birga bir gunohsiz bu ishga hech qanday munosabat yo'q. Bu ikki qarindishimizningki gumonliqda tutib turmaga solinishi va bugungi mana shu hukmning chiqarilishining hammasida ana shu tragediyelik Uyg'ur xalqiga bo'lgan bizga bo'lgan tragediyelik sahna asarininki qurashtirishniki natijasi, undan boshqa narsa emas. Bu ikki kishi bilan uzun yillik aloqa jarayonida siz ularning ruhiy holati va turma hayoti haqida nimalarni his qildingiz? Ya'ni ularda haqiqatan shunday asabiy xarakter yoki nohaq odam o'ltirishdek bir psixikani ko'rdingizmi? Bu ikkalanninki masalan Bilal 85-yili tug'ilgan, Yusuf 89-yili tug'ilgan. Ya'ni meningki bolalarim bilan yesh ancha farq qilmaydi. Biz har qatimliq sotda o'taganda
ikkisi mening yonimda o'tirdi. Men shularning yonida o'tirib, shunga men ruxsat olgan. Ya'ni Tayland adliya nazoratiniki bana shu huquqni bergan. Shularning yonida o'tirish, shular bilan erkin azod paranglashish, ularga tarjimonlik qilish, ham ularning vakili qatorida bo'lish. Shu jarayonda men bu bolalarningki qalbninki bir insonning qalbini ko'rish uchun uning ko'zidan chiqib turgan nur, uningki qanchalik sabohatlik, qanchalik bir gunohsiz, qanchalik bir esil, qanchalik axloqli bolalar ekanligini men yenida o'tirib ko'rib hayron qolganman. Mushu insonlar mushu darajadagi gunoh o'tkazishsa, o'zlari ulardan men necha qatim so'ragan, "Hey, rostini aytinglar, bizning vaqtimizni isrof qilmanglar. Haqiqatan sizlar mush gunohga chetishlik biror yeringlar bormi? Hatta mush bomba portlaganda kallanglarda yaxshi bo'pti degan bir xiyolni qilib baqtamami? Yo'q, Baxtiyor aka, undaq ish yo'q bizda. Yo'q, mumkin emas." dedi, ammo ularning deginidan ularning ko'zidagi ularning chiroyidagi, ularningki shu sotdagi ko'rsatgan axloqi, mana bo'lgan hurmatini haqiqatan ularning so'ziga emas, ularningki nimasidan ruhiy kayfiyatidan men shunga men 100% ishonaman. Bana aşına işendirelidi. Ben bir misalini aytib beray. Bular shunchalik umidlik yashadi. Ular harbiy turmaga tashlandi. Dastlab ularning aytishicha, ham bu advokatlarning aytishicha, dastlabda 2-3 yil ularni harbiy sotda yolg'iz ikkisi. 28 harbiy kech kunduz ularni to'mir qafasning ichida saqlaydi. Hem ularni qattiq qiynagan. Qiynash jarayonida ular ma'lum bir nimalarga, iqrornomalarga qo'l qo'ygan. Oshundaq qiynalgan, oshundaq jafo tortgan, oshundaq bolalar mening yonimda o'tirib, men bir kostyum, albatta sotda kostyum galastuk kiyib kiramiz. O sotning hurmati, Saudiyaning hurmati ko'rsatgan, ham Uyg'urlarga bo'lgan, Uyg'urlarningki shuning qanchalik madaniyatlik millat ekanligidan biz kiyimimizdan, yurish turishimizdan, gap qilishimizdan ifodalashimiz kerak tabiiy holda. Kostyumimni ko'rib nima deydi? Baxtiyor aka, kostyumingiz ajoyib esil ekan. Xudoyim bo'lsa, turmadan biz chiqimiz, ozod bo'lamiz. Shu vaqtida bizmi sizga o'xshash mushtaq kostyumlar, shunlarni kiyib, erkin dunyoda erkin yashaymiz deb aytdik. Bu menga bak ta'sir qilgan bu gap. Bu oddiy gap, lekin bu ularning qanchalik sabiy ekanligini, pokiz ekanligini ifodalab beradi. Albatta. Bu delo 2015 yılı Tayland'dan 109 Uygur'unu Xitayga qaytırıp bergen vakası bilen daim bağlanıp durup tilga ilindi. Sizningcha bu iki vakanın biri bilen bağlanışlığı var mı? Yoki bo'lmasa Taylandda yuz bergen bu bir qator vakalarning hammasi sistemlik yozilgan senariyolarmi? Ben shunday deb tushunaman. Men sistemlik yozilgan senariyo deb tushunaman. Bunun avtori yozilishning vaqti, buni qurashtirgan vaqti yozilishdan burun bugungi mush hukmni chiqishni belgilab qo'ygan. Ama biz bu avtorninki buningdan 11 yil burun ahirlashtirgan bunu mushu rahimsizlik bilan, adolatsizlik bilan ikki gunohsiz yosh yigitni o'lim hukmiga buyuradigan bundaq oxirgi ssenariysning oxirlashishga biz qat'iy yo'l qo'ymaymiz, ham yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni 93 qitim sot bo'ldi. Shuning bilan birga necha yaş materiallar tayyorlandi. Mushning hammasiga Translegal degan Taylanddagi Bangkok turishliq xalqaro advokat shirkati shunga mas'ul bo'ldi. Men mush radio orqali ikki masalani o'tirib qo'ymoqchi, qarindoshlarimga yetkazmoqchi. Xo'sh. İnsaniylikning qaysi darajada go'zal ekanligini. İnsanilik güzellik to'shqan insoniylikda din bo'lmaydi. Millat bo'lmaydi. Bir sevgi bo'ladi. Men mushu
advokatlık idorasininki ya'ni bosh advokati Cho'chat efendim ve Çemrun efendilerninki hem ularning ishxonasida ishlaydigan 8 adam, jami 10 adamninki 93 qitimliq sotning hammasida naqashadi bor. Shuning bilan shuncha materiallarni tayyorlagan. Bular agarki xalqaroliq mushtaq dangliq bir advokatlik idorasini bir kishi bir soatiga ya'ni so'zlashsa qancha pul ketadiganligini radio anglag'uchimiz hammasi biladi. Ammo bular 11 yildan tortib ta hozirgacha 10 tin pul olgani yo'q. 10 tin pul olgani yo'q. Men bir misolni aytay. 2019 yili men shu bosh advokat, ya'ni Translegal'niki qurg'uvchi egasi Cho'chat efendimga yetarli pulni yetkizdim. Yetkizib, mushu pulga mushu ikki bolaninki butun turmush buyumlarini nima kerak bo'lsa shuni ipagin yetmasa, tugisa menga darhol xabar qil, men yetkizaman dedim. Ta bugungacha men eng kamida 10 qitim so'radim. Pul tugidimi deb. Yo'q, o pul tugimadi, yana bor dedi. Her ikki haftada bu ikkisini ziyorat qilib boradi, yo'qlaydi, ularning salomatligi, ahvoli. Shu vaqtida narsa keraklarni, ular so'ragan narsa keraklarni olib turadi. Hozirgacha pul tugimadi deydi. Tugidi desa, bir yildan keyin, yarim yilga tugidi desa, men ishonaman albatta uningga. Albatta. Endi ikkinchi masala. Chalida deb bir xonim bor. Uyg'urlar uchun jon tikib Bangkokda xizmat qilayotgan. Bangkok kishilik huquq nimasini qurg'uvchi ayol. Shu ayol har qatimliq sotda so'mkisiga uydan yeni bir lo'ngini olib keldi. Chunki bu ikki qarindishimizningki oyoq kiyish huquqi yo'q. Faqat qisqa ishdan kaltyanlik ko'ynak, ya'ni turmaninki kiyimi, put qo'lida zanjir, shunaqa keldi. Sotning nimasi butunlay semont poli. Shu semontda dastlab turgan vaqtida putidan so'g o'tmasin deb, shu lo'ngini putining ostiga qo'yib, putini mening ular men o sol tarafida o'tirsam, ular o qiz ayol o'ng tarafda o'tirib putini silab o'tiradi. Bunda güzel insanlar var. Shuning uchun bizning xalqimiz islom diniga e'tiqod qiluvchi musulmonlar. Biz dinimizning aqidasi bo'yicha, millatimizning aqidasi bo'yicha biz ana shunda insonparvarlikninki avangardlari bo'lishimiz kerak. Biz bo'pti boshqa millatlarga, boshqa dindikilarga qilmaylik, ammo o'zimizga bir-birimizga qarindoshligimizni yetkazaylik. Shunday. Aramızdan düşman izlemeyelik. Şu ikilisi, şu 10 kişi advokatlık idorasining hem şu Chalida Xoni ve onun ailesinin hem şu Budistlar. Bu ikisi şu Budistlarning eng dangliq, eng har kuni ular ibodat qiladigan ibodatxonasini portlatish gumondorlardan tutilganlar bular. Ana aşularmı özününki özünün ibadet kıldığın ibadetxonasini patlatgan degan gumon bilan tutilgan bu ikkisigimi ularning shunchalik yordam qildiki, uning orqasida ularmi bu ikkisining gunohkor ekanligiga ishonmaydi. Baxtiyor Bey, Tayland ve başka Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlarida qolgan Uyg'ur musofirlarining bugungi vaziyati haqida yana nimalarni bilasiz? Başka Malayziya, Burma ve bu Janubiy Osiyodagi davlatlarda qancha bolalarning borligini hozir toza yaxshi bilmadim, ammo Taylandninki Bangkokdan bir 600-700 kilometr nerede, ya'ni Laosning shu ko'rikning inimiz yanida dangliq bir ko'rik vaqtda sepbergan albatta. Shu yerda Muqtahan degan bir kichik shahar bor. Bu shaharga men 2018-yildan tortib jiq qatnadim. U yerda asli 7 qarindosh bo'lyapti. Hozir uningki 5i vaqtliq tutib turish o'rni deydi. U ammo turmadimi yomon ya.
Şu yerden ular qaçqanlığı üçün ularni qayta qo'lga ilib, ya'ni 2019-yili 10 yillik kesgan. Qachish shuning bilan dehqonlarga besim ishiltish va ularga tahdid qilish degan gunoh bilan. Shu qarindoshlarimizningki Allah buyursa yani 5 oydan keyin 5 oyda ularningki nimasi jazo muddati tugaydi. Balkim mening xabar tepishimcha yaqinda bugun tunugun xabar tepishimcha 9-oylarda ularni yani vaqtliq yani tutish o'rniga yo'llashi mumkin. Shuning bilan birga yana uch qarindoshimizni ularningki kelarjida yani ularning kelarjida to'shidi, ularni shuni yutishi mumkin. Endi biz 28 yosh qizimizni 16-yili bu gaplarni endi keyin qilsaqmi bo'ldi, lekin men qistirib qo'yay. Aeroportda qaytirdigan vaqtida Bangkok aeroport qaytilganda ular qo'zg'alganligi uchun qarshi bildirgancha etib tashladi. 22 yigitimizni o'xshash etib tashladi. 109 qarindoshimizni hammamiz bilamiz. Bu hammaga ichiq bo'lgan, lekin dastlabkilar ular bilinmagan maxfiyatlik, bilindirilmagan axborotmi chiqmagan. 109 qarindoshimiz ular qaytirildi. Ular hayotmi, amonmi bilmadik. 40 qarindoshimizni qaytirdi. Bu haqda yana ayrim suhbatlashsak bo'ladi. 40 qarindoshimiz haqida men ularni qutuldirish uchun Tayland hukumatini sotqa tatqanman. Uni hammadan biladi. Endi qolgan endi 3 qarindoshimiz Tayland nimaga Kanadaga chiroyli yetkidik. Ular hozir Kanadada yaxshi yashayotdi. Allohga ming shukri. Shuncha qarindoshimizning ichida harakat qilib, 3 qarindoshimizni do'stini Kanadaga chiroyli yo'llagan bo'ldik. Endi bu 5 qarindoshimiz oldimizda. Hozir chunki ular jinoiy nimasini o'tkazayotganligi uchun, turmada o'tkazayotganligi uchun ularni jinoyati vaqti tugamaguncha ularni Tayland hukumati qaytarolmaydi. Ammo ular Tayland hukumatiningki vaqtliq immigrationning vaqtliq nimasiga o'tgandan keyin ularni qaytarish ehtimoli bor. Shuning uchun hozir biz eng muhimi butun dunyodagi qarindoshlarimizga, butun dunyodagi tashkilotlarimizga o kim bo'lishdan qat'iy nazar, qanday bo'lishdan qat'iy nazar men ishonamanki har bir tashkilot Sharq Turkiston mening vatanim, Uyg'urlar mening xalqim, ashlarning ozodligi, ashlarningki hurligi uchun men bu tashkilotni qurdim deb qurgan. O'ttirida hech qanday ixtilof bo'lmasligi kerak. O'ttirida hech qanday dushman bo'lmasligi kerak. Faqat bizning dushmanimiz bir Xitoy bo'lishi kerak. Shuning uchun sening ishing, mening ishim deb emas, bugundan boshlab, hozirdan boshlab o'zining davlatlaridagi Tayland ningki vakilliklariga, embassilariga va g'arb davlatlarininki munosabatli hukumat xodimlariga arz yozish, ko'rishish, uchrashish ham bu ikkisininki gunohsiz ekanligini aytish agar kerak bo'lsa, men bularning gunohsiz ekanligiga men isbot bera olaman dunyoning har qanday yerida. Mening iltimosim shu. Rahmat sizga Baxtiyor bek. Eng oxirgi bir savol. 11 yil burun turmaga kirgan ikki gunohsiz Uyg'ur bugun o'lim jazosiga hukm qilindi. Sizningcha bu delo bizga adolat, qonun va Uyg'urlarning bugungi taqdiri haqida nimalarni so'zlab beryapti? Dunyoda adolat bor. Ammo vatani bo'lmagan mustamlika ostidagi millatlarda adolat bo'lmaydi. Ularning har qanday adolat shu insonning kuchi bilan, shu vatanininki qo'g'dishi bilan, shu davlatiningki o'z millatini, o'z xalqini qo'g'dashdan iborat hokimiyatning bo'lishi bilan bo'ladi. Ya'ni adolat hokimiyatdan, shu davlatning, shu millatning qudrati bilan bo'ladi. Ammo buning bilan bizning vatanimiz yo'q. Bizning qudratimiz yo'q. Bizning qo'g'daydigan hokimiyatimiz yo'q.
Ammo bizda bizni yaratquchi Alloh bor. Bizga bergan sabr bor. Qalbimizga to'shqan umid bor. Shu umidimiz, shu sabrimiz bilan harakat qilamiz. Allah turdi dualarga mushu ishni bir taraf qilaydiganlarning qalbiga hidoyat beradi deb ishonaman. Hürmetli radyo anlıqçılar, 11 yıl. Bir insan ömürdeki en kıymetli 11 yıl. Bugün Bilal bilen Yusuf yana bir qitim tarixning siniq oldida turmoqda. Biz bu programma orqali hukm chiqarishni emas, balki odillikni talab qilamiz. Biz intiqomni emas, balki haqiqatni izlaymiz. Biz butun dunyodagi kishilik huquq tashkilotlarini, siyosatchilarni, jurnalistlarni va vijdonli insonlarni bu dialoga diqqat qilishga chaqiramiz. Bilal bilan Yusufning taqdiri adolatning, qonunning va insoniy vijdonning siniqidir. Bugungi programmamizni Bilal Muhammad va Yusuf Miraliga bag'ishlaymiz. Ular hozir turmada bo'lishi mumkin, ammo ularning ovozi yanada biz bilan birga. Allah ularga sabr toqat va kuch-quvvat ato qilsin. Adolat hamon bir kuni cho'qim o'rnini topadi degan umid bilan bu haftalik xabarimizni mush yerda oxirlashtiramiz. Anglayotganinglar Azad Sharq Turkiston radiosi xabarlari. Men Abdusalom Niyoz Uyg'ur. Kelar haftalik xabarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.